Hurmatli obunachilar, sotuvda bugun qop-qora Ravon topib qo'ydik. Mashinamiz polniy, radnoy va yaxshi holatda turibdi. Faqat oldiga bamperni ozgina xastachasi bor, lekin mashinamiz kuzov qismi polniy, radnoy deb egalari kraskasiga javob dedilar. Mashinamiz avtomat korobka, shahar ichida yurishga juda ham qulay. Balonlarga ahamiyat berasizlar, 4 ta yo'lka bola taqilgan, yumshoq yurish uchun. Oldin faralari LED, yili 2022-yil, yurgani 78.000 km. Metan, propan hech narsa o'rnatilmagan, faqat benzinda haydalgan dedilar egalari. Hozir bagajni ham ochib ko'rsatamiz. Bagaj qismiga e'tibor bering. O'zi ochilish uchun prujinkalar qilib qo'yilgan, stoplari o'ziniki va tiniq holatda turibdi. Kuzov qismiga o'xshab, apshipkalari ham, tapetkalari ham tiniq holatda turibdi. Aytib o'tganimizdek, avtomat korobka, o'zining podsvetkalari, rullaridan knopkalari bor. Xullas, mashinamiz radnoy holatda turibdi. Pulti bor, mashinada polik bor, chqol yo'q. Zavodskoy stensda turibdi, juda ham chiroyli va radnoy ko'rinishda turibdi. Mashinani ko'rib turganingizdek, juda ham tiniq holatda turibdi. Narxga keladigan bo'lsak, $12.000 egalari so'rashyapti. Mashinani ko'ring, keling, gaplashing, haydab ko'ring. Agar yo'qsa, savdolashib olishingiz mumkin.